Yana bir bora dizayn guruhining ashaddiy muxlislariga assalomu alaykum, xush kelibsizlar deymiz. Balkon cho'tamisizlar. Hammanglarga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Umringiz uzoq bo'lsin. Rahmat. Shunaqa ovozlagan. Men mazza qilmayman unaqa ovozlarga. Rahmat. Nima bo'lsin? Erkak kishining ovozida baribir foydasi yo'q. Bu yil nima gapirarkin deb hayron bo'lib turganlar diqqatiga, endi bu yil men to'g'risi o'sha 2018-yilda Munisa Rizayeva haqida gapirdim. Menga kelib shunda ham gapirishdi. Keyin nima yoqadi ular bilmayman. Oq iltimos shu bittani qilmay, hammasini qiling. Men Munisa ovoz yoqqancha qiluvdim dedim. Shu yoshlarni qiling, yoshlardan yig'ib kelganman. Yoshlar ham juda ham ko'p, to'g'risi yoshlar bilan suhbat ham o'tkazdim. Shu yigitlarga borib shu ovoz yo'q sizlarda nima xonandalikka kirasizlar desam, endi aka ovoz yo'q bo'lsa ham pul bor deb. Qizlardan so'rasam, nima bor xonandalikka sizlarga? Ovoz kuchlimisan? Nima deydi? Qiz bolalar qaranglar gapiring. Zo'r de aka, soqqan tegida yurasiz deydi. Mana boshqa sohada ham soqqa bor qizlar. Endi mana birin-ketin o'qib eshitiraman, shu yoshlarimizdan boshlaymiz. Siro degan yigit chiqdi, juda ham hit bo'ldi qo'shig'i. Kelaman ko'changga ko'rgani, deydi, tupoy. Ko'chada ham ko'radim. Kafe, restoran olib borsiz joylarga. Endi mamish axir men senga qolganman o'rganib deb qo'yadi. Qanaqa o'rganib qoladi odam? Yosh bola bo'lsa-ku, ani so'zga o'rganib qolgan. G'alati-da. Qizni tasavvur qilinglar, siro sizlarga o'rganib qolsa. O'tirsanglar, nima qilsanglar, siro o'tirib joyinglar. Siz maqos o'tdingiz. Uzr o'rganib qolgan chiqib ketsa, suvni tortib. Yana bittasi bor ekan, Oybek Ahmedov. Men ko'changdan o'taman, gulni ko'tarib ham yo'talib. Tuberkulyoz. Garmani sevsang agar chiqqin chelakni ko'taribmish. Baklashga olibsiz, billa yo'talib o'tirasizlar. Chelak nima yo'q? Cho'milishkam, gulekishkam, nima chelak kerak hozir? G'alati qo'shuvlar, chelak bor, o'tda gul bor, hamma narsa bor. Yana bitta Uzmir degani bor ekan, bozorda eshitib qoldim. Bo'lasan farzandimning onasi. Eshitib zo'rlayapti deb o'yladim. To'g'ri tushuntirsa bo'ladi-yu, sovchi yuborib, uynasi. Конечно, onasi bo'ladi. Otasi bo'lmasa kerak, sen erkak kishisan-ku. Yana bitta yangi Xorazmlik yigit chiqdi. Xorazmliklar bormi? Kam ekansizlar, qo'rqmay turaman. Dilmurod Sultonov degani chiqdi. Anor to'g'risi qo'shiq. Qo'y ber shu qo'shini, qo'y ber. Bir ichasim keldi anorlarimdan, bir chiqasim keldi xumorlarimdan, bir ichasim keldi anorlarimdan, bir chiqasim keldi xumorlarimdan. Dahshati. Anorni ichkisi kelyapti-da. Klipda chunki men qizni anorni ko'rdim-da. Shuni ichmoqchi Dilmurod. Vampirmisan? Bemalol ichur bor. Chunki anorni ko'rdim, Dilmurod kallasida. Ves sostav bilan borib ichsa yetadi. Turbuchkani tiqib shimib tashlasa ham yetadi. Zo'rda anor haqiqatda. Lekin bog'bonmi, qiz adasimi bilmayman, Otabek Mirzoxolov klipda yurgan ekan. Agar Dilmurodni ushlab olsa, anorga tegani bilsa, o'zini anorini chiqaraveradi deb qo'ydi. Yana bitta kompozitorimiz bor, Hamdam Sabirov. Qo'shiq klip ko'rdim akam, haqiqatda dahshat. Chidolmadi, dil vannaga suv to'ldirib yotyaptilar. Nimaga endi kastim ishimda suv to'ldirilgan chidolmadi. Chidolmasa nima bor gastinsada qiz bilan? Endi chidolmagan desangiz, yonida shampun, sovun ham yo'q-da. Vannaga nima kirgan? Tashqarida Luiza Rasulov yuribdi vanna bo'shashini kutib. Luizani taniysizlar-ku, orqasida ikkita katta axranali aktrisa. Ahraran ishqibozlar. Yo'qshim ishkarda yotdi. Shinalmadi. Holimga qara. Qaysi holga qaraylik? Bashalar to'g'ri soqol. Hol sumtegida ham qatdan qidiraylik. Orada ket. Suvga yetyapsizmi ketdi? Tursa ketadi. Chunki teshikning ustiga o'tirib olganlar-da, aka.
qilib qolgan bo'lsa kashat qilib yubor. Hozir rezinkalar tushib ketgan so'radigan bundan. Klip bunaqa bo'lmagan, ilgari to'g'rimi? Ko'rganmisizlar ustoz san'atkorlar bir mana shu klip olsalar. Ha, ustoz san'atkor Ro'shan Komilovmi bironta. Oqbilagoyim toshkanlikda. Bu yoqdan Farruh Komilov sochib ko'tarib chiqdi. Bo'lmaganda, unaqa kliplar. Yana bitta xushovoz xonandamiz bor, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Ziyoda. Tor ko'chaning tor yo'lchasida sevganim bor, ariq yoqasidash. Bo'mish ketgan bilib. Shoir noto'g'ri yozgan menimcha. Chunki shoir ham nari-yarida yotib yozgan menimcha. Keyingi qatori shunaqa ekanda, u menga mos, men esa unga degan joyi ham bor, ko'rasiz. Ikkita bo'mish bir-biriga mosmish. Dahshat-a? Hamdam bir she'rlar bor ikkita, Mango guruh. Navoiy ko'chada yurishdi. Men bemorman. Maska ham, paska ham taqilmagan. Hammaga yuqtirib men bedorman. Kasalsan-da. Gapirmasam bo'lmaydi. Munis Babur Munisda. Yomg'ir bo'lib yig'lar nega osmon. Munis o'zing zo'r etib turuvding, orada yamin chiqdi-yu. Yomg'ir bo'lib yig'lar nega osmon. Ovozi esinglar do'l yog'yapti deb o'ylaysan, yomg'ir emas. Botir Qodirovning yuragi dahshat. Yuragim to'xtovsiz urmoqda. Ha, to'xtovsiz uradi yurak bo'lgan. To'xtasa o'lasiz-ku, aka. Siz tumsoqmidingiz bir oyda bitta uradigan. Tashbaqa bo'lsangiz ham qishda bitta urib uxlavorsiz. Nima bo'lsa ham bu san'atkorlarimiz ijoddan to'xtashmasin, menga ham mavzular ko'payaversin. Sizlarga yaxshi kayfiyat tilayman. Rahmat e'tibor uchun.